Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Birlashgan Arab Amirliklarida yig'in o'tkazayotgan Fabio Cannavaro boshchiligidagi O'zbekiston milliy jamoasi bugun Xitoyga qarshi nazorat uchrashuvini o'tkazdi. Bahsning birinchi bo'limi xitoyliklarning ustunligi ostida o'tdi. Hamda ular 12 va 20 daqiqalarda 2 gol urishdi. Jamoamiz esa ikkinchi bo'lim so'ngida 2 gol urib hisobni tenglashtirishdi. 91-daqiqada Javohir Husanov ilk golni urgan bo'lsa, qo'shib berilgan 15-daqiqada Behruz Karimov ikkinchi golga mualliflik qildi. Manchester City'da yuzaga kelgan vaziyatdan unumli foydalangan Abduqodir Husanov yana Josep Gvardiola jamoasida asosiy figuralardan biriga aylanib bormoqda. Ayni paytda Abduqodir Husanov jamoadoshlari bilan 28-yanvar kuni Yevropa Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining oxirgi 8-turidan o'rin olgan Turkiyaning Galatasaray jamoasi bilan bo'ladigan hal qiluvchi to'qnashuvga tayyorgarlik ko'rmoqda.